Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Kishilarga nihoyatda oddiy bilinadigan, hattoki ba'zilar uning gunoh ekanligini sezolmaydigan bir qalb kasalligi bor bo'lib, u dal gunoh ma'siyatni kichik sanashdir. Bu kasallik bugungi kunimizda ba'zi kishilar orasida keng tarqalgan bo'lib, ba'zilardan bu ish tulu yuz berganlikdan bu odatga aylanib qoldi. Ammo Payg'ambar alayhisalom buningdan alohida ogohlantirib mundaq degan: gunohlarni kichik sanashdan saqlaninglar. Gunohlarni kichik sanash bir cho'llikka tushgan qilgan qavmga o'xshaydi. U bir tal, bu bir tal o'tinib kelib, hatto nonlarni pishirg'ida ko'p o'tin yiqqiniga o'xshash, kimiki gunoh ma'siyatni kichik sanab kunib qolsa, u gunohlar kunib qolg'uvchini halok qiladi. Gunohlarni kichik sanashning bugungi kunimizdagi oddiy bir misoli bo'lsa, xuddi sunnat va nafl namozlarni, namozlardan keyingi tasbih duolarni e'tiborga olmasga o'xshaydi. U kishilar bir qatim, ikki qatim sunnat namozlarga va tasbih duolarga sal qarash bilan o'zida nafli ibodatlarga, bo'libmi bir ibodatning mevzusi bo'lgan, mo'minlarning quroli bo'lgan duo qilishni unutadigan, duo qilishdek ibodatning javhiriga sustlik qiladigan bo'lib qoladi. Vaholanki biz namozlarni jiq o'qiganlikdan putlari ishib ketgan Muhammad alayhisalomning ummatidirmiz. Zalzala surasi nozil bo'lgan chaqda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qattiq yig'lab ketdi. Buni ko'rgan Payg'ambar alayhisalom: "Ey Abu Bakr, nima yig'laysan?" deb so'rganida, "Bu zalzala surasi meni yig'iltib etdi" dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni yig'latqani bo'lsa, bu suraning eng oxirgi oyatlari edi. "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Kimiki zarrachilik yaxshi qildi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimiki zarrachilik yomon ish qildi ekan, uning jazosini tortadi. Zarra degan shay'larning eng kichikidir. Hatto eng kichik cho'milidan mi kichikdir. Demak, inson cho'ng gunoh emas-ku, hech qis yo'q-ku deb qilib qo'ygan bilan har bir amaldan savol so'roqqa tortiladi. Ulug' Robbimiz bizlarni bexudlik va cho'ng kichik gunohlardan va dushmanimiz bo'lgan shaytondan ogohlantirib mundaq deydi: "Ey mo'minlar, islom diniga butunlay kiringlar. Ya'ni islomning butkul ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zisini tark etmanglar. Shaytonning yo'llariga va ig'vosiga agashmanglar. Shayton sizlarga o'p-uchuq dushmandir." Olim ulamolar gunohlarni kichik sanashdek qalb kasalligining davosi haqida mundaq deydi: Allohni ko'p yod etish, ibodatlarni vaqtida, joyida qilish, har bir ishida Alloh meni ko'rib turadi deb o'ylash, o'tib ketgan xatoliklarga tavba qilib, qalbni Allohga bog'lash bilan birga u xatolikni qayta sodir qilmaslik. Chunki mehribon Alloh Qur'oni Karimda innalloha yuhibbut tawwabin degan. Alloh taolo haqiqatan tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ulug' Robbimiz tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Haq yo'lida mangu sobit qadamlardan qilsin. Kelgendir nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan osh oxiri, hammasi rahmat, rahmonimiz rozi bo'lgan